Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. ...2050-yil O'zbekiston texnologiya va sanoat bo'yicha dunyo reytingida yuqoriga ko'tarildi. Ancha yuqoriga. Menimcha, hammasi oddiy kunlardan biri edi. Andijonning Xonobod shahrida kuzning sovuq shamoli esib, odamlar odatdagidek ishga, maktabga, bozorlarga shoshilishardi. Hech kim bunday dahshatli kun boshlanishini tasavvur ham qilmagan. Tongda televizorda xabar eshitdim. Toshkentda noma'lum virus tarqalmoqda, odamlar agressiv bo'lib qolmoqda. Hukumat buni nazoratga olganini aytmoqda. Men esa odatdagidek ukam bilan nonushta qilayotgandim. U kulib dedi: "Bilol, yana o'sha gaplar, film uchun reklama qilishyapti shekilli." Men ham kulib qo'ydim, lekin ichimda g'alati qo'rquv uyg'onayotganini sezdim. Chunki televizorda ancha-munchaga aldamasa kerak. Kechqurun esa hamma narsa o'zgardi. Shahar markazidan qochib kelayotgan odamlar ko'rindi. Kimdir qonga belangan, kimdir baqirib qochardi. Ularning ortidan esa odam emas, balki yirtqich hayvondek yugurayotgan, og'zi qonli, ko'zlari qizarib ketgan odamlar chopib kelardi. Ukam qo'rqib menga qaradi. Aka, bu zombi-ku. Men uning qo'lidan ushlab uyimizning eshigini qulfladim. Ko'chada qichqiriqlar, o'q ovozlari, sirenalar eshitilardi. Deraza ortida odamlar bir-birini yeb tashlayotgandek edi. Biz zinadan yuqoriga ko'tarilib tomga chiqdik. Shahar yonib ketayotgandek ko'rinardi. Mashinalar yonayotgandi. Odamlarning dodlari osmonga ko'tarilardi. Men o'sha payt ichimda bir narsani angladim. Bu endi qaytishsiz yo'l edi. Shaharda endi odamlar emas, zombilar hukmron edi. Biz 2 kun uydan chiqmadik. Tomda suv va oziq-ovqat zaxiramizni tekshirdik, lekin ko'p emas edi. Ukam ochlikdan chidolmay pastga tushishni taklif qildi. Shu payt telefonim jiringladi. Onam qo'ng'iroq qilyapti. Men darrov ko'tardim. Ona, telefon uzildi. Faqat baqiriqlar eshitildi. Men qotib qoldim. Ukam qo'rqib menga qaradi. Aka, onamchi? Biz ko'chaga chiqishga majbur bo'ldik. Yonimizda faqat pichoq va eski bolta bor edi. Ko'cha bo'sh, lekin qonga belangan jasadlar yotardi. Harakat qilsak darrov orqamizdan xirillagan ovozlar eshitilardi. Uyimizdan uncha uzoq bo'lmagan joyda qarindoshlarimiz yashardi. Borib ko'rsak, ularning uy eshigi ochiq, ichkarida esa qon, devorga sachragan izlar va yerda yotgan jasadlar. Men ukamni ko'zlarini berkitdim. Lekin birdan u jasadlar qimirlay boshladi. Qarindoshlarimizning zombiga aylangan ko'rinishlari biz tomonga yugurib kelardi. Men bolta bilan ularning birinchi urdim. Boshidan qon sachradi. Ukam baqirib yubordi. Shunda men bir narsani tushundim. Endi bizning oila yo'q edi. Biz faqat ikkovimizgina qolgan edik. Bir necha kun davomida shahardan chiqishga urindik. Har bir ko'chada zombilar yugurar, odamlarning qichqiriqlari yangrardi. Har bir kunimiz tirik qolish uchun jang edi. Bir kechasi eski maktab binosiga yashirinib qoldik. Ichkarida 5-6 nafar tirik qolgan odam bor edi. Ulardan biri qurol ko'targan sobiq askar ekan. U bizga dedi: "Sizlar yolg'iz yura olmaysizlar, biz bilan qolinglar. Bizning maqsadimiz laboratoriyani topish, u yerda davo bo'lishi mumkin." Biz ularga qo'shildik. Endi Toshkentga qarab yo'l oldik. U yerga ham yetib bordik. Endi guruh bo'lib harakat qilardik. Har kuni oziq-ovqat izlash, suv topish va zombilardan qochish bilan o'tardi.
Bir safar supermarketga kirdik. Ichkarida hammasi vayron bo'lgan, pol qonga belangan. Ukam bir necha konservalarni oldi. Shu payt orqa eshikdan 10 ta zombi yugurib chiqdi. Biz yugurib chiqishga majbur bo'ldik. Askar o'q otib ularning bir nechtasini yiqitdi, lekin bir odamimiz tishlab olindi. O'sha kuni men bir narsani o'rgandim. Tirik qolganlarning hammasi do'st emas, kimdir oxirida zombiga aylanadi. Kunlar o'tib bizning guruhimizdan atiga 4 kishi qoldi. Men, ukam, o'sha sobiq askar va yana bir yosh yigit. Bizning yagona umidimiz virus yaratilgan laboratoriyani topish edi. Askar bizga yo'l ko'rsatdi. Virus Toshkentdagi maxfiy Bionex laboratoriyasidan tarqalgan. Agar biron narsa yordam bersa, u yerda bo'ladi. Yo'l oson emasdi. Har kuni qonga belangan ko'chalar, yonib ketgan mashinalar, qichqirayotgan odamlarning so'nggi nafaslari bizni kuzatardi. Bir kechasi eski ko'prikdan o'tayotganda ukam oyoqlari ostidagi panjara sinib ketdi. U deyarli pastga qulab tushdi. Men uning qo'lidan mahkam ushlab, jonimni tikib tortib oldim. Pastda esa yuzlab zombilar to'plangan, bizni sezib qo'llarini cho'zishardi. Men ichimda o'yladim. Bu virus odamni nafaqat tanasidan, balki ruhidan ham tortib oladi. Nihoyat biz laboratoriyaga yetib keldik. Bino tashqaridan vayronga o'xshardi. Lekin ichkariga kirganimizda hamma joyda chiroqlar yonib turardi. Kompyuter monitorlari hali ham ishlayotgandi. Bir xona ichida devorga yozilgan yozuvni ko'rdim. Virus DNKni qayta yozadi. Immunitet kuchsiz bo'lsa, odam zombiga aylanadi. Kuchli bo'lsa, immunitet davo bo'lishi mumkin. Men hayratda qoldim. Demak, virusning davosi odamning o'z qonida yashiringan edi. Biz laboratoriyaning chuqur qismida sovuq xonalardan birini ochdik. Ichida yuzlab probirkalar, qon namunalarini ko'rdik. Askar ularni ko'rib dedi: "Bu yerda davo bor, lekin qanday ishlashini aniqlash uchun vaqt kerak." Biz kompyuterlarni ishga tushirdik. Men ham o'sha yerda ishlagan paytlarimni eslab, parollarni esladim. Asta-sekin formula yechildi. Nihoyat men davoni yaratdim. Bu oddiy suyuqlik bo'lib, tomirga yuborilganda virusni DNKdan yo'q qilar edi. Bizning guruhimizdagi yosh yigit birinchi bo'lib sinovdan o'tkazildi, chunki uni zombi tishlab olgandi. Agar davo ishlamasa, u tezda aylanishi kerak edi. Biz unga inyeksiya qildik. U qaltiradi, qonga belandi, so'ngra tinchilandi, o'zini odamdek his qila boshladi. Bu g'alaba edi. Men o'sha payt ichimdan qichqirib yubordim. Biz qutulamiz. Biz davoni topganimizdan keyin umid paydo bo'ldi. Lekin bu qisqa davom etdi, chunki virus ham tirik edi. U ham evolyutsiyalanardi. Bir necha kun ichida biz davoni sinab ko'rdik. Odamlarni qutqara boshladik. Lekin yangi paydo bo'lgan zombilar odatdagidan kuchliroq va aqlliroq edi. Ular guruh bo'lib hujum qilishardi. Hatto tuzoq qurishga ham qodir bo'lishardi. Bir kuni bizni laboratoriya ichida o'rab olishdi. Zombilar odatiy xirillab, deb qichqirmasdan jim yurib kelishardi. Go'yo ular bir-biri buyruqqa bo'ysunayotgandek edi. Ularning orqasidan baland bo'yli yarim odam, yarim zombi ko'rinishidagi mavjudot chiqdi. Uning ko'zlari yashil nur sochardi. Men dahshatdan qotib qoldim. Askar pichirladi: "Bu endi oddiy virus emas, bu yangi avlod." O'sha mavjudot tilga kirdi. Quruq, ammo ravshan ovozda dedi: "Siz davoni topdingiz, lekin men ham yangidan tug'ildim. Endi sizning davoyingiz menga ta'sir qilmaydi." Men hayrat va qo'rquv ichida unga qaradim. Virus nafaqat odamlarni o'zgartirgan, balki o'ziga aql ham bergan edi. Shu payt ukam yonimda turib qaltirab dedi: "Aka, endi nima qilamiz?" Men uning qo'lini mahkam ushlab ichimda bir narsani angladim. Kurash endigina boshlanmoqda. Laboratoriyadagi o'sha yarim odam, yarim zombi mavjudot gapirgach, bizning hayotimiz butunlay o'zgardi. Endi virus nafaqat odamlarni aylantirar, balki o'zini ongli qilib yaratgan edi.
Biz uni ona virus deb atadik. Chunki u hamma zombilarni boshqarar, ular bir qo'mondon qo'liga bo'ysungandek harakat qilar edi. Biz laboratoriyadan qochishga majbur bo'ldik. Yo'lda ko'rgan manzaralar esa dahshat edi. Odamlar ustida mutatsiya jarayonlari to'xtamasdan davom etardi. Kimdir tanasidan qo'shimcha qo'l chiqarar, kimdir yirtqich hayvonga o'xshab ketar, ba'zilar esa butunlay suyakdan iborat mahluqotlarga aylanardi. Ularning ba'zilari hatto eski xotiralarni saqlab qolgan qarindoshlarini tanib yig'lardi, ammo keyin ularga ham hujum qilardi. Bu insoniyatning so'nggi fojiaviy yuzidir. Biz tirik qolganlar bilan to'planib Andijondagi eski metro tunnellariga yashirinib oldik. Bu yerda hali virus kirib kelmagandi. Minglab odamlar bir joyda qorong'u va sovuq muhitda yashardi. Men davoni ko'paytirib, injektorlar yasay boshladim. Lekin bu vaqtinchalik chora edi. Chunki ona virus davoga chidamli avlodlar yaratib ulgurgan edi. Bir kuni metroda yig'ilish o'tkazdik. Askar hamma oldida turib dedi: "Endi bizda ikkita yo'l bor. Birinchisi bu yerdan qochib boshqa davlatga chiqishimiz, ikkinchisi ona virusni yo'q qilish uchun o'zimizni qurbon qilish." Men jim qoldim, chunki bilardim, agar ona virus tirik qolsa, butun dunyo zombilar qo'liga o'tadi. Ukam esa yonimda turib shivirladi: "Aka, sen davo topganingda men seni qahramon deb bilgandim, lekin hozir biz undan kuchliroq narsaga duch keldik." Men o'sha kechasi uxlolmadim. Laboratoriyadan olib chiqqan kompyuter fayllarini qayta ko'rib chiqdim va bir dahshatli haqiqatni bildim. Virusni butunlay yo'q qilish uchun uni kelib chiqqan markaziga yadroviy portlash orqali yakson qilish kerak edi. Ammo bu markaz Andijonning yuragida joylashgan edi. Demak, minglab odamlar qurbon bo'ladi. Bizning vaqtimiz tugayotgan edi. Ona virusning armiyasi metroga yaqinlashayotgandi. Yer osti bo'ylab ularning g'ijjillagan tovushlari, qo'rqinchli qichqiriqlari eshitilardi. Men oldimga ukamni, askarni va guruh boshqalarini chaqirdim. Ularga haqiqatni aytdim. Virusni butunlay yo'q qilishning yagona yo'li yadroviy portlash. Agar shuni amalga oshirmasak, kelajak ham yo'q. Odamlar orasida vahima boshlandi. Ba'zilar qarshi chiqdi. "Sen aqldan ozgansan, minglab odamlar nobud bo'ladi." Ammo askar qattiq ovozda dedi: "Agar buni qilmasak, butun dunyo nobud bo'ladi." Men ukamga qaradim. Uning ko'zlari yoshga to'lgan edi. "Aka, demak biz o'z shahrimizni yo'q qilishimiz kerakmi?" "Ha, ukam. Ba'zan qutqarish uchun qurbon bo'lish kerak. Biz yadroviy qurolni faollashtirish uchun markaziy bunkerdagi tugmani bosishimiz kerak edi. Ammo tugma faqat qo'lda ishga tushirilardi. Ya'ni kimdir qolib uni bosish kerak edi." Askar oldinga chiqib dedi: "Bu vazifani men bajaraman. Men harbiyman. Hayotim shu kun uchun edi." Lekin ukam birdan o'rtaga chiqdi: "Yo'q, aka, men qolaman. Sen esa yashashga majbursan. Sen hammaga davo berding. Sen yashab bu voqeani kelajak avlodlarga aytib berishing kerak." Men qotib qoldim. Yuragim yorilib ketayotgandek bo'ldi. Ukam: "Yo'q, sen mening so'nggi yaqinimsan. Men seni bu yerda qoldirmayman." U jilmaydi. Ko'zidan yosh oqayotgan bo'lsa ham yuzida qat'iylik bor edi. "Aka, mening ismim tarixda qolmasa ham sening isming qoladi. Meni unutma." Zombilar metroga bostirib kirdi. Hammaning qichqiriqlari orasida ukam yonimga kelib quchoqladi va pichirladi: "Yashashni davom et, Bilol." U yugurib markaziy bunkerdagi tugmaga kirdi. Eshik yopildi. Bir necha soniya o'tgach osmonga ulkan yorug'lik ko'tarildi. Yer larzaga keldi. Ona virus va uning armiyasi portlash ichida yonib kul bo'ldi. Men esa tirik qoldim, ammo ukamsiz. O'sha kundan beri men o'zimni qutqaruvchi emas, balki eng katta yo'qotish egasi deb bilaman. Shahrimiz Andijon vayron bo'ldi, ammo insoniyat tirik qoldi. Men esa bu voqeani yozib qoldirdim, chunki kelajak avlodlar bilishi kerak. Virus hech qachon o'lmaydi. U
faqatgina uxlaydi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar